3 sloy polirovka bilan 1 sloy polirovkani ostiga podrobniy tushuntirib beramiz. Mana jentramiz 3 sloyli polirovkadan polniy o'tib chiqib, keyin plus ustida keramika bo'ldi. Yaltirab yonib turibdi. 3 sloyli polirovka bilan 1 sloyli polirovkani sizlarga podrobniy tushuntirib beramiz. Okey, o'zingiz podrobniy tushuntirib bering. Bu 3 sloyligimiz bo'ldi. Birinchi sloyda kirni, chiziqlarni oladi. Ikkinchi sloyi slowlaydi, tekislaydi. Uchinchi sloyi yaltiratadi. Ha, blaze qo'yib beradi. Blaze ishlayveradi. Bir xilli, mana ko'pchilik mana bunaqa tushunadi. Olib kelaman, mashinamni tashlab ketaman, bir 40 minutda, 1 soatda bitadi deb o'ylaydi. Ko'pchilik bunaqa qanaqa polirovka bo'ladi aka u? Endi tez o'tib oladi, endi bozorga boradi. Bunaqa sifatli qilish uchun bir kamida 2 kun, 2,5 kun ketadi. Mana shu mashinamizga ham 2,5 kun vaqt ketdi. Ko'pchilik solishtiradi, bir xil joylar bilan bizning servis solishtiradi, polirovka 3 sloyli bilan 1 sloylikni ko'pchilik adashtirib qo'yadi. 3 sloyli polirovkaga 2,5 kun vaqt ketadi kamida. 1 sloyli polirovkaga unda ham sifatli qilib bersa 1 kun vaqt ketadi. Bozorbob qilib berilsa, mashina просто slehka o'tib beriladi. U 2 soat, 3 soatda bitib ketadi. Xullas sifatli polirovka, keramika xizmatlari yoki kuzovnoy, Alloh o'zi asrasin, DTPmi nimadir udarlar bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xizmatingizga okamlar tayyorlar. Bu videoni polirovka 1 sloy, 2 sloy, 3 sloy farqli omilga tanish bilishligiga jo'natib qo'yinglar. Joningiz sog' bo'lsin.